Rasmiy munosabat. 30-yanvar kuni kechki vaqtda ko'plab Telegram kanallarda tarqalgani kabi Uzbekistan Official kanalida e'lon qilingan Turkiyada o'zbekistonliklar deportatsiya qilinmaydi deb nomlangan matnli xabarni ortiqcha o'zgartirishlarsiz qisqasi sahifalarimizda video talqinda e'lon qilgan edik. Aynan shu xabar deyarli hech qanday tahrirlarsiz Telegramda birinchilardan bo'lib Rasul Kusherbayev kanalida 30-yanvar soat 16:01 da. Keyin esa Telegram yulduzlari bor gap va yana shunga o'xshab o'nlab kanallarda tarqalgan. Aslida undagi ma'lumotlar migratsiya agentligining rasmiy sahifasida e'lon qilingan xabarlardagi kabi bo'lgan. Faqat boshiga e'tibor tortuvchi jumladan foydalanilgan hamda aynan shu narsa odamlarda chalkashlik tug'dirgan bo'lishi mumkin. Biroq tarqalgan matnlarda ham, video ichida ham aynan kimlarga qanday holatda bu yangilik ta'sir o'tkazishi aniq-tiniq bayon etilgan. Shunday bo'lsa-da tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun videoni sahifalarimizdan o'chirishga qaror qildik. Eng qizig'i, agar ushbu videoyimiz xato bo'lsa, nega migratsiya agentligining rasmiy sahifasi postimizga like bosib qo'llagani-yu, biroq nega bizni ogohlantirmagani biroz tushunarsiz. Shunday bo'lsa-da, bugun rasmiy murojaat bilan chiqishgani yaxshi bo'ldi albatta. Migratsiya agentligi bergan xabarida Turkiyada ayni damda mehnat faoliyatini olib borayotgan nolegal maqomdagi hamyurtlarimiz tegishli tartibda murojaat qilsalar, Turkiyaning migratsiya organlari yoki migratsiya agentligining Turkiyadagi vakolatxonasiga murojaat qilsalar, ularning maqomlarini deportatsiya qilmasdan turib legallashtirib beriladi deyilgan.